Seni bu yerda uchratishni kutmagandim. Bu kim? Bilasiz, biz uning hamkasblarimiz. Tushunarli. Ishlaring yaxshi ketyaptimi? Nega hali ham o'sha kichkina klinikada ishlayapsan? Uzr, o'zimni tanishtirishni unutib qo'yibman-ku. Men ismim Gao. Savdo bo'limi menejeri bo'laman. Mana meni vizitkam. Agar savollaringiz bo'lsa, istalgan vaqt murojaat qilishingiz mumkin. Ana shunday. Savdo bo'limi menejeri? Qishloqdan bo'lgan ayol qanday qilib bunday aloqalarga ega bo'lish mumkin? Aytishni unutibman. Jishi va men universitetda birga o'qiganmiz. Bir fakultetda edik. U eng yaxshi talabalardan biri edi, agar bilsangiz. Rostdanmi? Hamma universitetdan keyin uning kelajagi porloq bo'ladi deb o'ylagandi. Lekin keyin bilmadim nega u qishloqlik yigitga turmushga chiqdi va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kutilmaganda bo'ldi bu ham. Shen xonim, men sizni qishloqdan deb o'ylagandim. Sizning shunchaki qishloqqa turmushga chiqqaningizni bilmagandim. Hech qachon o'zimdan pastga turmushga chiqdim deb hisoblamaganman. Jang yaxshi odam. Hamma gap sizning betayin eringizda ekan. Biz ayollar turmushga chiqishdan oldin sherikni sinchkovlik bilan tanlashimiz kerak. Agar munosib bo'lmagan odamga turmushga chiqsak, bir umr azob chekishimiz mumkin. Shiji, uylarni ko'rgani keldingmi? Yaxshi, o'zim senga ko'rsataman. Siz boravering. Bizda bu yerda ajoyib variantlar bor. 2 milliondan 10 million yuangacha turadi. O'zi qancha puling bor, bilsam bo'ladimi? Menda 310 ming yuan bor, yetadimi?